qachongacha kvartira yurmoqchisiz? Sizga zo'r sovg'am bor. Voy, qanday bo'larkan Sherzod aka? Voy, zo'r bo'ladi. Xavotir olmang, yuring. Ana sürprizu, mana sürpriz. Men o'zim qarayman. Xush kelibsizlar. Hozir suv ichib olib qarab Yuring, keling. Qanaqa xonadon qarab o'tdinglar? Bilmadim. Bular kesillar. Bular siz shundoq qarab turing, men suv olib kelib beraman. Obbo poche. Shunaqa qilib uy olaman deng. nima qilsam bu yerda? Life Group biznes kompaniyasida sotuvchi bo'lib ishlayapman. Endi men menga sal ana qilib qoluvdim. Shu yerda uy olib berishim kerak. Bilasan, opangni yaxshi ko'raman. Mana qutulmasam oilam buzilib ketadi, ukajonim. Qutulmoqchimisiz hali? Shunda ostim kiyib olib ichganlarni ko'rsataman sizga. Bo'ladimi? Yura qo'yira. Keling. Nech xonali uyda o'tdingiz? 2 xonali. Ikkita 2 xonalidan, to'g'rimi? Ha, 2 xonalidan 2 ta. Ha, 3 xonalidan-chi? 3 xonalidan ham bitta mayli, 3 xonalidan ham. Hali yuringchi. Endi shu siz pochcha, kurvos aka bilan bitta uyda tiqilib qolganmiz. Shuncha ishlayapsizlar, bitta uy olmadilaringmi? Pekini kimga yoqmaydi deysiz? Uy telefon. Ishqilib opam bo'lmasinlar-da. Opa. Og'aynim aka. Qo'yib qo'yaveramiz, a? Qo'yib qo'y. Kutubxonadan yoqishim. Yur, uyga qaraylik. 2 xonali uy rasmiylashtirdim. Hazır. Keyin hafta o'rtoqlaringiz bilan shahram ketayotdingiz, a? Uy telefon bor, opam menimcha. Alo? Hazır. Sizlar tursin. Nima qilyapsiz hozir? Bittani 3 xonali rasmiylashtir. Ha, bo'ldi mana. Bo'ldi, uyingiz tayyor. Qani yuringchi. Rahmat, Sherzod aka, yaxshiyam siz borsiz. Arzimaydi lafizxon, maza qilib yashab Mana xonadoninglar. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Ey opam. Ola opa. Pochcham. Uy oldida bizada. Nargizamda nima edi ismi? Men o'zlariga beryapman. Xotin. Too original.